yaxshimisiz? Ustoz yaxshimisiz? Salomatlisiz? Aka xursandman kelganingizdan. Men ham xursandman, sog' bo'ling. O'zbekni ulug'lik degan, mayli o'sha vatan urushi deymiz, jahon urushi deymiz, lekin o'sha o'zbegimni qo'shgan hissasini, buyukligini, qahramonligini ko'rsatadigan kinoni ko'rib, ochig'i men ko'rdim, juda xursand bo'ldim. Siz ham mana shu o'zbek o'g'lonisiz aka. Bahramand bo'ling degan ma'noda o'zbek arsoningizni ham ko'ring deb chaqirgan uchun katta rahmat. Xursand bo'ldim do'stim. Bobirjon, bir narsa, urush ham, mehnat ham insonni toblaydi. Hali Ostrovskiyning asari bor, "Как закалять сталь". Po'lat qanday toblandi degan. Shunday ekan, urush davrida ham juda ko'p toblanishlar bo'lgan. Va mana shu jarayonni ko'rish, anglash bugungi kunning qadriga yetish va shukronalik bilan bog'liq bo'ladi. Sizga katta rahmat. Mana bahona bois yana ko'rishdik. Bu filmni ko'rgandan keyin yana taassurotlarni o'rtoqlashamiz degan niyatdaman. Mana hozir bir guruh san'atkorlar va soldatlar, sarbozlar kelishyapti Mudofaa vazirligi tizimida. Kecha ham biz tadbir o'tkazdik. Agar ko'rgan bo'lsangiz, men Berdiyev Qabul Raimovich general polkovnik bilan suhbat qildim. 100 mingdan ziyod nima bo'ldi. Munosabat bildirishdi, like bosishdi. Bayram munosabati bilan tabrikladik. Chunki 9-may degan paytda bir g'alaba sunishasi bor edi, lekin xotira va qadrlash degan gap bor. Chunki bu ham xuddi shundan bir-biri bilan uzviy bog'langan. Shuning uchun xotira va qadrlash kuni munosabati bilan sizga ham muborak bo'l edi. Rahmat aka, rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. O'zimdan ikki og'iz sizga bir iliq so'zlarni aytmoqchiman. Rahmat. Ochig'ini aytganda, siz bilan 10 yilcha oldin tanishganimda birinchi bittagina dars o'tgansiz bizga va o'shanda birinchi ko'rganimda hayron bo'lganman. Bu aka o'zlarini katta olyaptilar, kim ekanlar deb ozgina asabim buzilgan. Lekin yarim soatdan keyin men sizni ustoz deb tan oldim. Chunki ungacha gaplashardim. Toshkentcha laqchada, ruscha aralashtirib, bekorchi so'zlarni qo'shib gapirardim. Lekin sizdan ilhomlanib, men hozir Xudoga shukr ancha yaxshi gapiradigan bo'ldim adabiy tilimizda. Shuning uchun ba'zi ustozlardan yillab dars olinadi, lekin sizdan bittagina dars olganim o'zi ustoz ham doim shu iliq so'zlaringizni, istaklarni bildirib berasiz. Deputatlarning birinchi quroli xalqni qalbiga yo'l topish va tushuntirish. Qonun, qaror hammasini tushuntira olish kerak. Mana siz ana shu noiblar ishida, deputatlar ishida nutqi ravon, fikri teranligingiz bilan ajralib turganingizni men davrada ham, sizni ko'z oldingizda ham, sizni orqangizdan ham aytaman shu narsani. Chunki mana shu shijoat bor. Eng muhimi sizda shu gapirish va shu jarayonni yoritish bilan bog'liq. Hozir sizni ko'rganim zahoti mana shunday olishni o'zingiz boshlab turganingiz izidan yugurib keldim. Rahmat aka, rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bitta ozgina yumorli element qo'shaman. Siz aytdingiz, quroli, deputatni quroli deysiz. Shu qurolimda bitta o'q kamayib qoldi. Xudo xolisa bir oydan keyin u yangi o'sib chiqar ekan. Aqlli odamlardan shunaqa o'sib chiqadigan nima bor ekan. Shuning uchun uzr so'rayman. Kishi sendan yaxshi dunyoda kim bor? Ishi sendan yaxshi dunyoda kim bor? Tishi sendan yaxshi dunyoda kim bor? Noiblar odati haqiqat aytish. Ishi sendan yaxshi dunyoda kim bor dedi. Shuning uchun gap tishda emas, gap ishda. Lekin shu haqiqatni aytishi ham ozgina o'q teyish nimalari, holatlari bo'lar ekan, lekin biza halol, toza, vatanparvar insonmiz. Hech qanaqa huquqdan qo'rqmaymiz. To'g'rimi gapim? Haqiqat uchun, adolat uchun, vatanimizning rivoji uchun biz har doim kurashga tayyormiz. Notiqlarning birdan bir gapi, ular o'zim deb, so'zim deb tizim va tizim dushmanlari bilan olishadi. Bu esa haqiqat qurol bo'ladi. Biz o'sha haqiqatni qanday yo'sinda, qanday shaklda bo'lmasak, shuni aytishga harakat qilamiz. Buni o'zi juda katta mahorat. Rahmat aka ustoz. Endi bitta shu kichkinagina 5 minutlik muloqot bilan to'xtab qolmaylik. Men buni anons qilib beraydi. Bitta chiroyli suhbat qilaylik. Chunki o'zbek tili haqidagi hozir ochig'i jonkuyarligi meni achinishga olib kelyapti. Chunki reklamalarda chala o'rischa, chala inglizcha, chala o'zbekcha men juda ham jahlim chiqib ketyapti. Mayli bitta ikkita so'z, lekin yarmi ruscha marketing bu. Biznesni marketingini men juda yaxshi bilaman. Bu bahona bo'la olmaydi. Shuning uchun shunga suhbatga sizni taklif qilaman aka. Xudo xolasa ko'pchilikka va'da berib qo'ydik. O'risda aytadi-ku, tildan ilindiz deydi-ku, so'zdan o'sha. Va'daga vafo mardning ishi, vafosizlik nomardning ishi deydi. Va'da qildikmi? Va'da keyingi galda yurakka dalda. Rahmat aka. 100 balda deb qo'ying. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Bu agar oppozitsiya bo'lsalar, Xalq demokratik partiyasining deputati bo'lsalar, bir kunmas bir kun siyosat maydonida uchrashamizda ham umid qilamiz. Chunki buni faqatgina so'zda emas, hayotda ham ifoda qilishga huquqimiz bor.
KDP degan xalqning do'st partiyasi degan. Emas, Dushman partiyasi emas. rahmat